Hammaga salom, sizlar bilan Shohmoney va bu Skoda Studio kanalimizda birinchi video. Oramizda ko'pchilik plagin yaratishga qiziqsa kerak va bugungi videomizda qanday qilib ChatGPT yordamida plagin yaratish mumkinligini o'rgatib o'taman. Agar sizlarga shunaqa videolar yoqsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bu kanalda Minecraft serverlar yaratish bo'yicha turli xil videolar bo'lib turadi. Birinchi navbatda plagin yaratish uchun prompt tayyorlab olamiz. Promptni inglizcha yoki ruscha tillarda qilish maslahat beraman. Chunki u tillarda plagin yaratish qulay va ChatGPT yaxshi ishlaydi. Tayyor promptni tashlaymiz va kutamiz. Bugun sizlar bilan videoda ikkita plagin yasab ko'rib, ikkita plaginni ham tekshirib ko'ramiz. ChatGPT bizga komandalarni beryapti va biz ulardan keraklisini olib terminalda bajarishimiz kerak bo'ladi. Pastdagi hammasini kopirovat qilib, ularni terminalda bajarishimiz kerak bo'ladi. Kerakli komandalarni kopirovat qilganingizdan keyin kerakli papkani ochib yoki terminalni ochib olasizlar. Va undan keyin boyagi komandalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Hozir bu komandalarni shunchaki qo'ysanglar, ular to'g'ri bajarilmasligi mumkin va ularni o'chirib turib, alohida to'liq kopirovat qilgan holda uni qaysi boshqa papkaga qo'yib, kerakli komandalarni keyin kopirovat qilishingiz kerak bo'ladi. Buni hozir ko'rasizlar qanday qilishni. Alohida papkaga o'tasizlar va hamma kopirovat qilganinglarni qo'yasizlar va kerakli komandalarni kopirovat qilib, keyin joylaysizlar terminalga va keyin hamma komandalar ishlash boshlaydi. Keyin kerakli papkani ochsanglar, u yerda kerakli fayllar va papkalar yaratilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. ChatGPT bergan komandalar yordamida biz plaginimizning to'liq strukturasini, fayllar va papkalarni yaratib oldik. Endi boyagi narsalarni o'chirib tashlasanglar ham bo'ladi va ChatGPTga kirsak, bizda bu yerda to'liq fayllar bor va bizga kerakli fayllarni kodini olib, ularni joylab saqlanib qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hamma yaratilgan kodlarni nomiga qarab kerakli fayllarga joylab chiqishimiz kerak bo'ladi. Videoda ko'rishingiz mumkin. Hamma kerakli kodlarni kerakli fayllarga saqlab chiqishingiz kerak. Agar adashtirib boshqa faylga saqlanib qilib qo'ysanglar, unda plagin yaratilmasligi mumkin. Shunchaki yaratishda ошибка beradi va u yaratilmaydi desa ham bo'ladi. Keyinchalik bu kodlarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Masalan, bu yerdagi xabarni o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, TNT portlashga deb qo'yamiz va saqlanib qilib qo'yamiz. Keyinchalik ChatGPTga kirgan holda u subotka uchun bergan komandasini kopirovat qilib terminalga joylaymiz. Hozir men xato qilib qo'ydim. Albatta, bunaqa xatolar qilmanglar subotkada va keyin subotka qilish uchun kerakli plagin papkasi ochiq bo'lgan bo'lishi kerak va sizlarga minimum plaginlarni javasi kerak bo'ladi. Masalan, men Java 21 ishlataman va sizlarga subotka uchun Maven kerak bo'ladi. Hozir mana ошибка chiqdi, chiziqcha qo'yib qo'yganimiz uchun. Endi biza chiziqchasiz qayta joylashimiz kerak bo'ladi. Komandani yozganinglardan keyin terminal sal jim bo'ladi va hech nima javob bermaydi va ozgina kutganinglardan keyin asta-sekin subotka bo'lishni boshlaydi. Mana Maven bizani plaginimizni strukturasini skaner qilyapti va u asta-sekin subotka qilish boshladi. Ko'rishingiz mumkin, build success deb chiqdi. Bu degani plaginimiz yaratildi degani va plaginimiz 37 sekundda yaratilgan ekan. Plaginimizning papkasini ochsanglar, u yerda target papkasi paydo bo'lgan va u yerda plaginimiz yaratilgan bo'ladi. Endi esa ChatGPTda yangi chat ochgan holda u yerda ikkinchi promptimiz yordamida ikkinchi plaginimizni yaratamiz. Videoning bu qismini tezlashtirib yuboraman. Bundan ham oldingi safargidek nima qilgan bo'lsak, o'sha narsalarni qilib plaginni yaratamiz. Ko'rishdan mumkin, ikkinchi plaginimizni strukturasi tayyor. Endi ikkinchi plaginimizning terminalini ochgan holda u yerda subotka uchun kerakli komandani kiritib plaginimizni yig'ishni boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, plaginimiz build success deb chiqdi va plaginimiz yaratildi. Endi plaginimiz papkasini ochgan holda target papkasini ochamiz va u yerda plaginimiz yaratilgan bo'ladi. Va keyin Minecraft hostingimizni ochgan holda u yerda kerakli papkaga plaginlarimizni joylaymiz.
va keyin hostingimizni ishga tushiramiz yoki restart berib yuboramiz. Men hozir restart berdim, endi kutamiz. Ko'rishingiz mumkin, serverimiz yondi. Endi esa pluginlarimizni ko'ramiz va pluginlarimiz hozirda ishlamoqda. Ikkalasi ham yashil turibdi. Bu degani ikkala plugin ham ishlayapti. Endi Minecraftga kirib pluginlarimizni tekshiramiz. Endi esa pluginlarimizni test qilishdan oldin pluginlarimiz qanday ishlashini aytib o'taman. Birinchi pluginimiz TNT'ni portlashga qancha vaqt borligini sanaydi. Ikkinchi pluginimiz esa serverga kirganda ekranimizda "Xush kelibsiz" degan yozuv chiqaradi. Hozir biz bu ikkalasini ham tekshiramiz. Hozir serverga kirmoqdamiz va ko'rishingiz mumkin, birinchi pluginimiz ishlayapti. Ekranimizda "Xush kelibsiz" degan yozuv chiqib yotdi. Bu yozuvlarni konfigdan boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Hozir yana qayta test qilib ko'ramiz va yana ekranimizda chiqib kelyapti. Endi esa ikkinchi pluginimizni ishlatib ko'ramiz va ko'rishingiz mumkin, chatda TNT portlashga qancha qolganini sanamoqda va yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Hali ham sanamoqda. Agar kimgadir ushbu videodagi pluginlar kerak bo'lsa, uni Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda har xil yangiliklar chiqib turadi. Masalan, yaqinda veb-saytimiz ochildi. Hozir veb-saytimizni ham sizlarga ko'rsataman. Veb-saytimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har xil pluginlarimiz joylanadi va pluginning ustiga bossanglar, plugin haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Masalan, plugin haqida ma'lumotlar, shaharlar yoki konfiglarni ko'rishingiz mumkin. Plugin ma'lumotlariga o'tsak, u yerda pluginni qanday ishlatish, qanaqa komandalar borligi ko'rsatib o'tilgan va keyin bizada speed bo'limi ham bor. U yerni ochsanglar, bu yerda 100 mingtadan ortiq pluginlar bor. Bu yerda har xil pluginlar nomini yozishingiz mumkin. Agar u mavjud bo'lsa, ushbu pluginimiz chiqib keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz va saytimizning silkalari opsiyasida bo'ladi. Agar videoda qanaqadir kamchiliklar yoki fikringlar bo'lsa, uni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Skoda Studio bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.